Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz dolzarb mavzulardan biri anaftalim, ya'ni ko'z olmasini yo'qligi va uni o'rnidagi chandiqli kontrakturalar va ushbu sohada sun'iy ko'z olmani turmasligi va o'sha sun'iy ko'z olmani yaxshi turishi uchun o'rin-joy shakllantirish mavzusi haqida gaplashamiz. Anaftalim nima o'zi? Anaftalim bu tug'ma ko'z olmasini yo'qligi yoki orttirilgan ko'z olmasini yo'qligi hisoblanadi. Odatda tug'ma shakllarida bu ko'z olma to'liq bo'lmaydi. Undan tashqari o'sha yuqori qovoqlarimiz, pastki qovoqlarimiz kontrakturaga uchragan holatda, kichik holatda bo'lib, o'sha konnektual bo'shliq bo'lmaydi. Shuni hisobiga bemorlarimiz sun'iy ko'z olma taqa olishmaydi. Yoki orttirilgan shakllarida kuyish shikastlari hisobiga barcha to'qimalar kontrakturaga uchrab ketadi. Bo'shliqlar bo'lmaydi. Shuni hisobiga ular ko'z olma taqish olmaydi yoki shikastlar natijasida yoki ko'z olmasida bo'lgan o'smalarni olib tashlash natijasida ushbu sohada sun'iy ko'z olma turishi uchun o'rin-joy yetarlicha bo'lmaydi. Shunaqa holatlarda nima amaliyotlarni amalga oshiramiz va eng asosiy maqsad sun'iy ko'z olma turishi uchun o'rin-joy shakllantirish haqida gaplashamiz. Shu kabi nuqsonlari bor bemorlar eng asosiysi shu sun'iy ko'z olmani joyiga turmasligiga shikoyat qiladi va bundan tashqari estetik yetishmovchilik, ya'ni ko'z olmasi yo'qligi hisobiga jamoat orasida o'zlarini yetarlicha o'rinni topa olmasliklariga shikoyat qilib kelishadi. Bu kabi bemorlarimiz bizga murojaat qilganda dastlab barcha klinik va laboratoriya tekshiruvlardan o'tkazamiz. Eng asosiysi shu sohada MCKT va MRT tekshiruvlarini qilamiz. Bunda atrof to'qimalarga to'g'ri baho berish, suyak to'qimalarini, yumshoq to'qimalarini holatini ko'rish, Doppler tekshiruv, ya'ni UZI Doppler tekshiruv qilib, u yerdagi qon-tomirlar holati haqida yetarlicha ma'lumotlar olamiz. Amaliyotdan asosiy maqsad shu ko'z olmasi ya'ni bo'lmagan sohada sun'iy ko'z olma turish uchun o'rin-joy shakllantirish, ya'ni kattaroq bo'shliqni shakllantirishga qaratilgan hisoblanadi. Buni ko'rsatadigan bo'lsak, demak barcha tekshiruvlardan keyin qilinadigan amaliyot. Mana shu sohada, ya'ni ko'z olmasi o'rnida va yonoq orbital kompleks, ya'ni orbital bo'shliq ichidagi rudiment elementlar tozalanadi, ya'ni qisman olib tashlanadi. Undan tashqari yuqori qovoqlarimiz erkinlashtiriladi, pastki qovoqlar erkinlashtiriladi va eng asosiysi ushbu sohaga erkin teri ko'chirib o'tkaziladi. Shuni hisobiga bu yerda konnektual bo'shliq shakllantiriladi. Mana yuqori qovoqda ham konnektual bo'shliq shakllantirildi, pastki qovoqda ham konnektual bo'shliq shakllantirildi. Bemorga operatsiya davomida sun'iy ko'z olma tanlanib, mana shunaqa sun'iy ko'z olma, plastmassadan yasalgan sun'iy ko'z olma taqilib, o'rin-joy shakllantiriladi va mana shu choklar 14-15 kunga bir-biriga bekitilgan holatda yopiladi. Shundan keyin bu atrof to'qimalarga antiseptik ishlovlar, undan tashqari konnektual bo'shliqqa ampitsilin novokayli eritmasi bilan yuvib turiladi va 14 kundan keyin ushbu choklar olinadi. Shundan keyin bemorimizda konnektual bo'shliq shakllanadi va sun'iy ko'z olma o'z joyini topadi va estetik yetishmovchiliklar to'liq bartaraf qilinadi. Konnektual bo'shliqni shakllantirishda bir nechta uslublar mavjud. Bunda shilliq og'iz bo'shlig'idan olingan shilliq qavatni ko'chirib o'tkazish uslublari ham mavjud. Undan tashqari erkin teri ko'chirib o'tkazish uslublari mavjud. Bu yerda yetarlicha to'qimalarni olish va u yerda mana shu olingan to'qimani kam darajada kichiklashi hisobiga erkin teri ko'chirib o'tkazishni tavsiya qilamiz. Shilliq qavatlar odatda juda ko'p so'rilib ketadi va uni kichiklashi hisobiga yana kontraktura bo'lish ehtimoli bor. Agar biz erkin teri ko'chirib o'tkazsak, konnektual bo'shliq kengroq va kattaroq shakllanadi. Shuni hisobiga sun'iy ko'z olma turish uchun yetarlicha sharoit yaratamiz. Mana ushbu bemorimizda ham operatsiyadan oldingi holat, kuyishdan keyingi asorat, kontraktura, barcha kontrakturalar, kuyishdan keyingi chandiqlar bartaraf qilingan. Yuqori va pastki qovoqlar ichki yuzasiga erkin teri ko'chirib o'tkazilgan hamda sun'iy ko'z olma
to'liq joyiga joylashtirilgan. Yana bir bemorimiz operatsiyadan oldingi holat, bu yerda ham jarohatdan keyingi ko'z olmani yo'qolishi va o'rnida chandiqli kontrakturalar paydo bo'lib, bundan tashqari pastki qovoqlarimizda tashqariga teskari bo'lishi, zavrt holatlari, vivrt holatlari kuzatilganda ushbu amaliyot amalga oshirilgan. Bu yerda pastki qovoqlarimizga va yuqori qovoq ichki yuzalariga erkin teri ko'chirib o'tkazilib, asosiy konjunktival bo'shliq shakllantirilgan va sun'iy ko'z olma joyiga to'liq o'rnatilgan holat. Yana bir xuddi shunga o'xshash bemorimizda ham konjunktival bo'shliq mavjud emas. Bu ham jarohatdan keyingi holat. Demak, konjunktival bo'shliq shakllantirildi va sun'iy ko'z olma o'z joyiga joylashtirildi. Odatda konjunktival bo'shliq shakllantirganimizdan keyin biz shu konjunktival bo'shliqdan elastik qolip olish massalarida bo'shliqdan qolip olamiz va shu qolipga mos ravishda va ikkinchi tomondagi ko'z rangiga mos ravishda sun'iy ko'z olma tayyorlanadi va oxirgi bosqichda mana shu sun'iy ko'z olma shu sohaga joylashtiriladi. Demak, ko'radigan bo'lsak, odatda mana shunaqa holatlarda, ya'ni kuyishdan keyingi ko'z olmasini to'liq olib tashlanishi va o'rnida chandiqli kontrakturalar hosil bo'lishi, ya'ni shu kuyishdan keyingi chandiqli bitishlar hosil bo'lishi hisobiga mana shunaqa sun'iy ko'z olma turish uchun o'rin joy mavjud emas. Yana bir bemorimiz, bu ham jarohat natijasida ko'z olmasini yo'qotgan va uni o'rnida va atrofida chandiqli kontraktura bo'lib, sun'iy ko'z olma turishiga imkoniyat yo'q. Yana bir shunga o'xshash holat, bu ko'z olmani yo'qligi, tug'ma shakli. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, yuqori va pastki qovoqlarimizda deyarli to'qimalar yetishmovchiligi, undan tashqari o'sha konjunktival bo'shliqni to'liq yo'qligi va orbital bo'shliqda rudiment a'zolarni, ya'ni ayrim elementlarni saqlangan holatini ko'rishimiz mumkin. Bemorimiz ko'z olmasini shakllantirish maqsadida, sun'iy ko'z olma yaxshi turish uchun o'rin joy shakllantirish maqsadida bizga murojaat qilgan. Demak, shu kabi nuqsonlari bor bemorlar bizga, ya'ni Respublika dermatokosmetologiya ilmiy markazida joylashgan plastik xirurgiya bo'limiga murojaat qilishlari mumkin. Bu yerda bizda yetarlicha tekshiruvlar hammasi mavjud. Undan tashqari biz qo'shimcha mutaxassislar, ya'ni oftalmologlar, terapevtlar, anesteziolog ular bilan birgalikda ko'rib, komission ko'rikdan keyin ushbu amaliyotlarni amalga oshiramiz va yetarlicha imkoniyatlarimiz mavjud. Siz bilan yuz jarrohi va plastik xirurg Suvanov Maqsudjon Inomjonovich bo'ldi. Bizning xizmatlarimizdan foydalaning va bizga murojaat qiling.